Ish so'ragan do'stlarimizga yana ish bor. Videoni to oxirigacha ko'ringlar, iltimos. Usloviyasini tushundinglar, keyin telefon qilinglar. Juda ham ko'p odamlar O'zbekistondan, Tojikistondan telefon qilyotibdi. Biz borsak ish topib beralasizmi deb. Hozirgi chiqaryapti turgan ishim bu Rossiyada yurgan dokumentlik odamlarga ishimi. Skladda ishimiz bor. Smenasiga eng kam 4000 rubl topsangiz bo'ladi. Ko'pi 10 000 rublgacha topsangiz bo'ladi. Zakaz terasiz, skaner bilan zakaz terasiz. Yotoq joy, obed, registratsiya, forma, transport bu ishxona tomonidan hamma qulayliklari bor. Va bir narsaki, Qirg'iziston grajdanlari uchun bu agar yangi kelsangiz bo'ladi, chunki Qirg'iziston grajdanlariga patent kerak emas, keladi, bitta registratsiya qiladi, tamom ishlayveradi dal shu. Qirg'izistondanmisiz, kelasiz, bemalol siz joylashtiradi ishga, uslovlarni qilib beradi, ishga chiqaradi. Tojikiston, O'zbekistondan keladiganlarga qanday bo'lyapti? Tojikiston, O'zbekistondan keladiganlarga Xudo xohlasa mart oylarida, boshi yo o'rtasi yo oxirlarida inshaalloh harakat qilamiz, чтобы yangi keladiganlarga ham ish bo'lsin. Yangi keladiganlarga ham ish topib ish chiqaramiz. Kanalimni kuzatishda davom etinglar. Обязательно подписка qilib qo'yinglar, like bosib shu videoni tarqatib qo'yinglar. Hamma ko'rsin, чтобы yangi keladigan odamlar ham xabardor bo'lsin. Oyligi 120 mingdan 200 minggacha ishlamoqchimisiz? Mana shu videoni oxirigacha ko'ring va like bosib tarqatib qo'ying. Skladga komplektovщикlar kerak, zakaz beradigan odamlar, erkak kishimisiz, ayol kishimisiz farqi yo'q. Semeyniy xonalari ham bor, semeyniy xonalarga kelib joylashsangiz bo'ladi. Ishdan qiynalyapti turgan bo'lsangiz, Moskva yo Podmoskva territoriyasida, Rossiya territoriyasidan kelmoqchi bo'lsangiz, dokumentingizni переоформить qilsangiz ham bo'ladi, kelib ishga joylashsangiz bo'ladi. Marhamat, kelar shu ishga joylashinglar. Yotoq joy, obed, transport, bir oyda 2 marta oylik, ish vaqti 11 soat ish. Erkak ayol kishilarni qabul qiladi. Yoshiga o'tsak 18 yoshdan to 60 yoshgacha bo'lgan erkak ayol kishilarni taklif qilamiz, kelib ishga joylashsalaring bo'ladi. Like bosamiz, shu videoni do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz.